Ko'pchilik akalarimiz so'ragan original 7 ot kuchli Texas motobloklarimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumoti, sifatlari va narx-navosi haqida gapirib o'tamiz akalar. Xo'p, bo'lsam, bu birinchi 7 ot kuchli original Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Texas motoblogi bo'ladi. 7 ot kuchli varianti bo'ladi akalar. Yo'qola bizim boki 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'ish joyi zavodni orqali yanibta tortganingizda zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Hop, motorlari 170 motor bilan jihozlangan bo'ladi. E'tibor berasizlar, hozirgi kelayotgan partiyamizga moy datchilarigacha ham qo'ydirib olib kelgan bo'lamiz akalar. Hop, filtrlari maslinli filtr bo'ladi. Rollari o'ziga mos bo'ladi. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skorlari bo'ladi. Balonlar razmeri 410 katta Cherokee balon bo'ladi. Enlari esa 60-70 ga moslashingiz bo'ladi. Frezalari 4 qatordan 8 qator bo'lgan universalniy frezalar qo'yilgan bo'ladi. Har bir qatori bo'linadi frezaning akalar. Xo'p, kimdan kim xuddi shunday original 7 ot kuchli Texas motobloklarida xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarimni qoldiryapman. Aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Endilikda Agroservis do'konida juda ham katta aksiya e'lon qilingan akalar. Kelib, shu videoga like bosib, kommentariy omad so'zini yozib, Agroservis do'konidan motoblok xarid qilganingiz uchun ana shunday shurpayo'r naborlar, kulish naborlar, drellar sizga tekinga berib yuborilyapti. Bular haligacha boshqa do'konlarda pulga sotilayotgan bir paytda akalar. Xo'p, buni tekinga olish sharti juda ham oddiy. Bitta videoga like bosib, kommentariy omad yozib qo'ysangiz kifoya. Kelasiz, kulish navor, drel, shurpayo'r debsam, qaysi birini tanlaymiz deganlar uchun ichkarida baraban bor, kirib aylantirasiz. Nimaiki tushsa shunday tekinga beriladi. Hop, xohlaganlar uchun tayyor yig'ilgan holatda, xohlaganlar uchun yashil holatida, xohlaganlar uchun mana bu yerda shogirdlarimiz yig'ishyapti. Shular kelganingizda yig'ib, ishlatib, tekshirib ham berish imkoniyati bor ekan. Hop, barabanimiz ichkarida bo'ladi. Kirasiz. Hop, xohlaganlar uchun 2 talik gusinsa, 1 talik gusinsa apparatlarimiz, salarkali, benzinli variantlari ham bor. Kelasiz, shu barabanni bir marta aylantirish imkoniyatini beramiz. Hop, bitta aylantirasiz, bu yerda svichadan tortib barlarga drel shurpayo'rgacha, dorsetchilik apparatlargacha bor. Shuni tushgan narsani sizga tekinga berib olinadi. Misol uchun drel apparati tushsa, shunday ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana akalar, yangi salafani yoningizda ochib ishlatib, tokka suqib beramiz. Xo'p, mana shurpayo'r tushsa, misol uchun mana akalar. Buni shurpayo'ri mana bu bo'ladi akalar. Xo'p, bu bonuslar uchun pul olinmaydi. Videoga like bosib, kommentariy qilib omad yozib qo'yganingiz uchun bo'ladi. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni bo'ladi akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.